Assalomu alaykum. Hammanglar bilan navbatdagi videoda ko'rishib turganimdan xursandman. Ushbu videoda biz siz bilan meni A nuqtam qanaqa qilib uzun marketda o'z faoliyatimni boshlaganim, yo'l qo'ygan xatolarim, qancha summa bilan ish faoliyatimni boshlaganman, qancha summa yo'qotganman va hozirgi paytdagi B nuqtam va kelajakdagi 2026-yilda tuzilgan rejalarim haqida ma'lumot berib o'taman. Ushbu video uzun marketga seller sifatida endigina kirib kelganlar va yoki kirmoqchi bo'lib turganlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Keling, eng avvalo qisqacha o'zimni tanishtirib o'tsam. Men Mahmudova Umid Abdumalikovna, hozirgi paytda 39 yoshdaman. Asli kasbim o'qituvchi, oliy ma'lumotli pedagogman. 22 yillik tajribaga egaman. Hozirgi paytda esa 1,5 yildan beri Uzun va Yandex marketda seller sifatida o'z faoliyatimni olib boraman va mana shu 1,5 yil vaqt mobaynida 2,5 milliardlik summada oborot qila oldim. Hozirgi paytda Uzun va Yandex marketda 5 xil kategoriyada do'konlarda faoliyat olib boraman. Bundan tashqari o'quvchilarga Uzun va Yandex marketda sotuv qilishni o'rgataman va qo'shimcha ravishda bizda menejerlik uslugasi bor. Ya'ni biz biznes egalariga Uzun va Yandex marketdagi do'konlarini yuritib berish xizmati bilan shug'ullanamiz. Men eng avvalo uzun marketda o'z faoliyatimni boshlashimdan oldin qo'limda qancha miqdorda mablag'im bor edi. Qo'limda unaqa katta summa yo'q edi. O'zimda shaxsiy summa $1000 atrofida bor edi va men o'zimni yaqin bir insonim bilan kelishgan holatda $2000 dan pul kirgizishga qaror qildik. Ular menga $2000 berdilar, lekin men qo'limda hali $2000 mablag' yo'q edi. Bu $4000 ichida ham kurs uchun to'langan summalar, ham YTT xarajatlari, boshlang'ich etapda bo'ladigan barcha xarajatlar kirib ketishi kerak edi. Shunaqa qilib o'z faoliyatimni boshladim, ya'ni kursga yozildim va kursda o'qishni boshladim. Bu paytda men kollejda o'qituvchi bo'lib o'z faoliyatimni olib borardim. O'qituvchilikdan ajralmagan holatda o'z faoliyatimni sekin-sekin boshladim va aynan mana shu joyda men o'zimni ish faoliyatimni boshida bo'lib turib, birinchi katta xatoyimga yo'l qo'ydim, ya'ni YTT ochmagan holatda, mahsulotlarni analiz qilishni hali to'liq o'rganmagan, bilim olmagan holatda $2000lik men Xitoyga tovar buyurtma berib qo'ydim. U mahsulot yetib kelgunigacha vaqt o'tib ketyapti. Bu yerda men sekin YTT ochib, kurs jarayoni o'tib ketmasligi uchun YTTni ochib, kichik mahsulotlar 4 ta dona, 5 ta dona, 10 ta dona mahsulotni o'zimizning ichki bozordan olib qo'yishni boshladim. Xitoydan buyurtma bergan zakazim yetib kelishi kerak va meni qo'limda yana mablag' kerak, $900,000 atrofida kargo pulini to'lashim kerak. Bor yo'g'i boshida limit qo'yganmiz $4000, ya'ni o'sha sherigim bilan birgalikda 2000 dan tikishga qaror qilganmiz va bu kurs ichida yuqorida aytganimdek kurs puli ham bor, bu pul ichida. Endi qarabsizki, kursga pul to'ladim, YTT xarajatlari uchun mablag' ketdi, Xitoydan buyurtma uchun mablag' ketdi, kargo uchun mablag' ketdi va meni qo'limda juda ham kam miqdorda $300-400, maksimum $500 atrofida mablag' qoldi. Bu mablag' uzun marketga o'sha 10-15 xil mahsulot qo'yish uchun juda ham kamlik qilishni boshladi va men o'sha O'rizor bozoriga borib, turli xil tovarlarni tanlay boshladim. Mana shu o'rtada yana bitta xatoga yo'l qo'ydim. Men o'zim uchun qiziq bo'lmagan, o'zim ekspertlik qila olmaydigan mahsulotlarni tanlab qo'ydim va bu mahsulotlarni sotish men uchun bir muncha qiyinchilik tug'dirdi. Ya'ni bu mahsulotlar o'sha soch uchun turli xil fenlar, gafrilar, dazmollar, shunaqa mahsulotlar edi va bu men tanlagan kategoriya ham meni qo'limdagi summaga nisbatan qimmatli qilardi. Ya'ni unit ekonomikani to'g'ri qila olmaganman, pulimni to'g'ri taqsimlamaganman va mahsulot sotilishni boshladi, mahsulot yetkazib berishim kerak, lekin qo'limda mablag' yo'q.
Va men shu etapda tushundimki, bilimsiz holatda, hali bilimni to'liq egallamagan holatda kattaroq summa kirg'izish, mablag' tikish bu xato bo'lar ekan va qo'lingizda kamroq summa bo'ladigan bo'lsa ham siz tupikka kirib qolar ekansiz va men asosiy kuchimni, bilimimni o'stirishga tashladim va qo'shimcha daromad topish manbalarini o'ylashni boshladim. Qo'shimcha qayerdan men daromad topsam bo'ladi? Asosan ish faoliyatiga urg'u tashladim. Topayotgan summamni sekin-sekin bu yoqqa kirg'izaman degan rejani tuzdim. Lekin o'zi Xudoyim yo'lingizni ochaverar ekan, yo'limdan to'xtamadim. GTTimda nima deydi, soliqlarni to'layapman, ortiqcha summa ketyapti, savdam yurmayapti deb turib orqaga chekinmadim. Bemalol o'sha olayotgan oyligimdan YTT pulimni to'lab turib, boshida 2 oy mobaynida men YTT pulini o'zim yonimdan to'laganman, daromaddan to'lamaganman. YTTni xarajatlarini qoplab turib, dalsha to'xtamasdan ketishni boshladim. Shu orada tinimsiz men O'rikzorga, boshqa bozorlarga qatnab, bozorni tahlil qilishni, analiz qilishni o'rgandim. Nimaga? Chunki men butunlay boshqa sohadan bu sohaga kirib kelayotgan edim va menda bilim yetishmayotgan edi. Bozorni analiz qilib har borganimda o'sha bir xil bozor bo'ladigan bo'lsa, o'sha 100 ta 200 ta do'konlar bo'ladigan bo'lsa, har bittasiga kirib chiqardim va qarabsizki, bozorchilar meni o'zi tanib qolishni boshladi. Mahsulotlarni oladigan joyimda o'zi ularda ishonch paydo bo'ldi. Keyin men sekin-sekin o'zi mahsulot yetkazib bera olmayapman. Ularga aytishni boshladim. Men bilan realizatsiyaga ishlaysizmi? Menga mahsulot berib tura olasizmi? Men o'zim marketda o'z faoliyatimni boshladim, lekin qo'limda mablag'im yo'q. Ya'ni o'zimni ochiq, oydin taqdim qilib berdim. Uyalmadim qo'limda mablag'im yo'qligidan. 5 ta dona mahsulot uchun ham O'rikzorga qayta qatnab ketayotganimdan etishdan uyalmadim va ular buni to'g'ri qabul qilishdi. Siz qanchalik ochiq bo'lasiz insonlarga nisbatan, sizga ham insonlar ochilishni boshlaydi. To'g'ri, boshida birdaniga ishonch berishmadi. 5 marta, 10 marta, 15 martagacha ular rozi bo'lishmadi. Sekin-sekin ulardan qayta mahsulot olishni boshlaganimdan keyin kamroq summaga rozi bo'lishdi. Ya'ni deylik 500 ming so'mlik, 1 million so'mlik, 2 million so'mlik mahsulotlarni mayli olib tursangiz mayli, qanchada qaytarib bera olasiz degan sekin yondashuvlar bo'lishni boshladi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, kimdadir har xil vaziyat bo'ladi. Kimgadir pul kelib qoladi, kimgadir qanaqadir investitsiya kelib qoladi. Yo'q, menda unaqa narsa bo'lmadi. Unaqa katta bir voqea bo'lmadi, lekin meni eng asosiy yutug'im ortga qaytmaganim. Ya'ni har qanaqa holatda ham, hatto foyda ko'ra olmayotgan jarayonimda ham oldinga sari yurganim va tinmasdan mehnat qilganim, tinmasdan bilim olganim. Bu o'rtada tinimsiz boshqa kurslar, boshqa o'sha ekspertlarni tinmasdan YouTube'da nimaiki chiqardi, hammasini ko'rishni boshlardim, hammasini qo'llab ko'rishga harakat qilardim. Sekin-sekin imkoniyatlarim osha boshladi. Sekin-sekin qat'iy o'rganimdan keyin haligi menga realizatsiyaga beradigan insonlarni limitini oshirib berishni boshlashdi bemalol va undan keyin uni yon atrofidagilar, siz uzumda sotuv qilardingiz, sizda yaxshi shekilli sotuvlaringiz, tinmay kelasiz, mahsulot olib ketasiz deb qo'shimcha ravishda menga boshqa sotuvchilar ham o'zligisi mahsulotligisini taklif qilishni boshlashdi. Keyingi etaplarda o'sha men sotuvni yaxshi tushunishni boshladim. Mahsulot borki, bemalol sota olishim mumkin ekan degan ishonch paydo bo'lgandan keyin men sekin-sekin qo'shimcha investorlar qidirishni boshladim. Hozirgi paytda ham qaysidir mahsulot zo'r sotiladigan bo'lsa, o'sha pul kirg'izaman, kirg'izishga tayyorman, kirg'izib bera olmayman degan insonlar bor yon atrofimda. Ularga aloqaga chiqamiz va o'sha mahsulotni olib kiramiz, kiritamiz va albatta shu joyda lafzingiz muhim. Siz o'sha lafzni berdingizmi, bir insonga va'da berdingizmi, o'sha vaqt, o'sha lafz o'z vaqtida bajarilishi kerak. Ana o'shandagina insonlar sizga nisbatan ishonchi ortadi va sekin-sekin o'sha kiritadigan investitsiyalar ham oshib boradi. Faqatgina investor qidirayotgan paytingizda eng avvalo sizda
tajriba bo'lishi kerak, bilim bo'lishi kerak. Hali bilim bo'lmasdan, tajriba bo'lmasdan investitsiyani kiritib olishni tavsiya bermayman, chunki bu kirgizayotgan pulingiz qancha paytda sizga qaytib keladi, qancha foizli foyda bilan qaytib keladi, siz u sherigingizga qancha foiz va'da qildingiz, hammasini ochiq oydinlik bilan tochka virguligacha kelishib olgan bo'lishingiz kerak. Men boshlang'ich etapda o'zim uchun o'sha sherik qilib olgan yaqin insonim bilan ham kelishuvni to'g'ri qila olmaganman. To'g'ri, u meni yaqin insonim bo'lgani uchun bu narsaga ahamiyat bermagan, lekin aslida savdo sotiq qoidasida sherikchilikni ham o'zini yo'l yo'riqlari, qoidalari bor. Mana shu qoidalarni o'rgangan holatda siz ish faoliyatingizni boshlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi esa hozirgi paytda qaysi tochkadaman? Hozirgi paytda men salkam 1 yil va 2 oygacha faqatgina o'zimni uyimdan, xonadonimdan mahsulotlarni chiqarib berardim. O'zim marketda hamma bo'layotgan jarayonlar o'zimni uyimda bo'lardi, o'zim va farzandlarim bilan bajarilardi. Keyin qarayapman, ob'yom kattalashyapti, o'sha mahsulotlar uchun joy kerak, sklad kerak. Keyin biz joy olib chiqdik, offlayn shaklga o'tdik va bu orada men tinmasdan o'zimni bilimimni sinash uchun menejerlik xizmatini olib borardim. Ya'ni menga kimdir taklif bilan chiqsa, mana shu yo'nalishda menejerlik qilib bera olasizmi? Meni magazinimni yurg'izib bera olasizmi? deydiganlar chiqsa, ha deb turib men olardim. Chunki bu meni o'zim uchun ham qiziq edi. Hattoki deylik menejerlar 3 million, 4 million, 5 million summa olib ishlaydigan paytda ham men 1 million, 2 million olib bo'lsa ham ishlab berardim. Nimagaki bu yerda maqsad to'g'ri pul, lekin puldan ham muhimroq maqsadim men uchun tajriba edi. Chunki qo'limda katta summa yo'q, hali aytganimdek, va men tezroq katta summalik tajribaga erishishim kerak edi va bu tajribaga tezroq erishishimning yagona yo'li menejerlik xizmati edi. Hozirgi kunga kelib esa bizani umumiy aylantirgan summalarimiz 2,5 milliarddan oshdi. Qo'l ostimda 5 tadan ortiq qizlar ish faoliyatini olib borishadi. Endi sekin-sekin buni sistemalashtirish ustida ishlayapmiz. Bundan tashqari menejerlik uslugamiz bor va qo'shimcha ravishda menda doimiy talab bo'lgan, o'zim marketni o'rgata olasizmi? Menga ham o'rgating. Sizda yaxshi ketyapti-ku degan takliflar bo'lgan, lekin meni muqim joyim bo'lmaganligi uchun, ya'ni offlayn dars o'tishga sharoitim bo'lmaganligi uchun men doimiy ortga surib o'tardim. Ortga surib turardim va hozirgi paytda tushundimki, bu borada bemalol tajribam bor, bilimim bor, o'quvchilarni bemalol o'rgata olaman. Shu maqsadda hozir kurs ham tashkillashtirganmiz. Yaqindagina ochilgan kursimizda ham 50 ga yaqin o'quvchilarni qabul qildik. Va hozirgi paytda ular sekin sotuvlarga chiqish etapiga kelishdi. Xudo xolasa tez orada bular o'z natijasini ko'rsatishni boshlaydi. Bu haqida ham, ya'ni o'quvchilarimni natijalari, bosib o'tayotgan yo'llar haqida ham alohida videolar joylab boraman. Shu o'rinda aytib o'tay, siz uchun maxsus taklifimiz bor. Agarda kimgaki qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'qimoqchi bo'lsa, Uzum market yoki Yandex marketda savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lsa, tez orada biz ikkinchi potokimizga, kursimizga ochiq deb start beramiz. Lekin ungacha ham siz bemalol maxsus narxlar, maxsus takliflar, chegirmalarda kursni sotib olishingiz mumkin. Kurs agarda sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa va qanaqadir ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, mana shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Yoki YouTube kanalimizdagi bio qismida maxsus link qoldirganmiz. Mana shu link orqali ro'yxatdan o'tib, o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldirsangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. Ushbu videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Tez orada siz bilan yana yangi videolar orqali yuz ko'rishamiz degan umiddaman. YouTube'dagi kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.